Assalomu alaykum futbol muxlislari va futbolsevar do'stlar. O'zbekiston va dunyomizda ro'y berayotgan eng so'nggi va qiziqarli xabarlar bilan ushbu kanal o'z ishini boshlaydi. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun ushbu videoga like bosishni unutmang. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi oltin to'pning 2006-yilgi sohibi Fabio Cannavaro bilan muzokaralar o'tkazish uchun Italiyada bo'ldi. Yaqin o'tmishning mashhur himoyachisi murabbiy sifatida Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy va Saudiya Arabistoni klublarida ishlagan. Shuningdek, Xitoy terma jamoasi Benevento, Udinese va Dinamo Zagreb jamoalarida bosh murabbiy bo'lgan. Fabio Cannavaro O'zbekiston terma jamoasi boshqaruviga kelishi mumkin. Chempionat Aziya sayti ma'lumotlariga qaraganda, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyati Italiya terma jamoasi afsonasi bilan aynan uning yurtida muzokaralar olib borgan. Eslatib o'tamiz, 52 yoshli Cannavaro o'tgan oy O'zbekistonda mehmon bo'lib, futzal bo'yicha O'zbekiston Superkubogi uchrashuviga kelgan va o'zbekistonlik afsonalar bilan o'yinda maydonga tushgan edi.